Minecraft do'stlar. Bugun sizlar bilan biz mazza qilib Minecraft o'ynab dam olishga harakat qilamiz do'stlar. Videoni boshlanmasdan oldin kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Biz unda videoni boshladik. Maqsad biz bugun Minecraft'da top 3 modni ko'rsatib o'taman sizlarga do'stlar. U modlar mening Telegram kanalimda bo'ladi. Kommentda Telegram kanalimni qoldiraman do'stlar. Unda biz birinchi modimizga ochiq deb e'lon qilamiz do'stlar. Birinchi modimiz esa bizning biom modi do'stlar. Ya'ni bizni o'rmonlarimizni, daraxtlarimizni boshqacha rangda va narsalarga boy qilib ko'rsatib beradi. Unda biz ketdik. Xo'p. Hozir men mana o'rmonga keldim. Xo'p, oddiy daraxt. Hozir do'stlar. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin, daraxtlar boshqacha. Mana sariq daraxt. Mana ko'rishingiz mumkin, sariq. Mana bunda qizil daraxt. Mana bunda daraxtni tishgan bir ko'rayotganingizdek do'stlar. Ham desa bu yangi modlar va hayvonlarni qo'shadi. Olmaxon modi, mana olmaxon. Sizga do'stlar. Xo'p. Mana shunday do'stlar. Mana shunday modlarni qo'shadi do'stlar. Chiroyli manzara qo'shadi Minecraft'ingizga. Mazza qilib Minecraft'ni o'ynashingiz bo'ladi, mana. Ko'rishingiz mumkin do'stlar. Mana bunday narsalarni kattaligiga qarang do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Endi men sizlarga qanaqa hayvonlarni qo'shishni ko'ramiz do'stlar. Xo'p. Do'stlar, shunday yaxshi videolar chiqishini xohlasangiz, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Xo'p. Mana do'stlar, mana bu yerda yana bitta narsalar bor ekan. Hozir sizlarga qanaqa narsalarni qo'shishni ko'rsataman, qo'shishni. Xo'p, bu olmaxon, bildingiz buni. Mana bu. O't shekilli. Mana shular. Xo'p. Mana shularni olamiz do'stlar. Xo'p, bu nima ekan? Bu nima? Do'stlar, buni kim bilsa kommentga yozib qo'ysin nimaligini. Xo'p, mana qo'ymi? Beti nima deyiladi bu? Qo'ymi? Mana shunday tog' qo'yimi? Ana shu. Bu nima? Cho'lda tumalak bo'lib yuradigan narsa shekilli. Bu nima? Mana bu nima bu? Buni ham kim bilsa ismini kommentga yozib qo'ysin. Menimcha bu bug'u. Mana do'stlar, bug'u ham bor ekan. Kiyikmi? Cho'lga qarang buni. Xo'p, endi mana bularni olamiz. Mana yana. Mana do'stlar, cho'chqa. Cho'chqa qaram, shuning uchun hech kimga kerakmaydi. Nezirligiga o'xshaydi ekan, nezirda bo'ladi-ku. Bu nima? Arimi? Chivin do'stlar. Chivin. Bo'lib qoldi. Boy o'g'li. Boy o'g'li do'stlar. Bu nima? Bu nima? Bu bo'rimi nima bu? Shermi nima bu? Menimcha bu yo'lbarsmi, shunday narsa bo'lishi kerak. Xo'p. Shunda biz do'stlar keyingi modga o'tamiz. Bu modimiz mana shunday narsalarni qo'shadi. Sizlarga yoqayotgan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Bu modlar Telegram kanalimda bo'ladi. Keyingi modga o'tamiz. Xo'p do'stlar, bizning keyingi modimiz Herobrine do'stlar. Bu mod bizlarga qo'rqinchli va ana shunday narsalarni qo'shib beradi.
Hop dostlar. Hop dostlar. Bu mod ham benim Telegram kanalımda var dostlar. Problemini hazır bağlaştırışını göremiz dostlar. Başka dostlar bunu basamız. Hazır mı? Şimdi mana dostlar mana şu neslerini yapamız. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana mana Herobrine dostlar. Ko'rishingiz mumkin. Herobrine bizni kuzata boshladi. Mana shunday dahshatli manzarada o'ynashni istasangiz Telegram kanalimga tushiring dostlar. Ko'rishingiz mumkin dostlar. Bunaqa qo'rqinchli manzara. Yoqtirganlar bo'ldi. Dostlar, Herobrine ko'rgan mana Herobrine piramida ko'p dostlar. Mana shu mod kerak bo'lsa dostlar sizlarga Telegram kanalimda bo'ladi. Dostlar, bu mod kerak bo'lsa Telegram kanalimda bo'ladi dostlar. Biz endi keyingi modga o'tamiz. Unda biz keyingi modga ketdik. Hadi mana ketamiz dostlar. Keyingi modga ham yetib keldik. Bu mod dostlar chet tarafda ko'rayotgan bo'lsangiz, bu albatta birovlarningiz va nima olayotganingizni ko'rsatadigan mod. Hozir uni ko'rsataman. Mana dostlar, hozir men sizlarga ko'rsataman. Bu modni mana bunday qilib bronye kiysangiz, mana hozir. Mana dostlar, mana bu yerda qanaqa bronye kiyganingizni ko'rsatib chiqarib qo'yibdi dostlar. Shuni ko'rsatadi, qanaqa himoya qiladi, jonlida ko'rsatib beradi dostlar. Men hozir jonsizaman-ku, shuning uchun menikini ko'rsatmaydi. Xo'p, mana shunday yaxshi modlar kerak bo'lsa dostlar, Telegram kanalimga o'ting va shu yerda bo'ladi bular dostlar. Mana dostlar, shlemlarni ko'rsatdi. Shlem, olmos, kiyim ishlatgan bo'lsangiz kerak. Bu qo'lga menimcha narsalarni olamiz. Hozir qo'yilishi kerak. Yo'q dostlar. Bu yerga nima qo'yiladi? Ko'raylikchi. Xo'p, bu yerga hozir. Xo'p, mana dostlar. Chamon qo'ysa bo'ladi, fakir qo'ysa bo'lmaskan bu tarafga dostlar. Nima bo'lar? Mana shunday qilib qo'ysangiz bo'ladi. Biz endi keyingi modga o'tdik dostlar. Xo'p dostlar, keyingi modga ham yana yetib keldik. Bu mod dostlar, bu mod dostlar shader modi. Mana bu fakirni ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Qanaqa to'lanayotganini dostlar. Mana shunday qilib osmonni ham yaxshi qilib sizlarga shader ko'rsatib beradi dostlar. Mana suvni ham hozir ko'rsataman. Mana dostlar, suvga tushayotgan qanday effekt bilan tushishini ko'rsataman dostlar. Ko'rdingizmi? Hozir yomg'ir ham yog'dirib ko'rsataman dostlar. Mana bu gullarga qarang. Xo'p, hozir mana yomg'ir ham yog'dirib ko'rsataman. Mana ko'ring dostlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Yerga ham qanaqa suv parchalar tushishini. Haqiqiy Minecraft yaratadi. Bu shader sizning Minecraft'ingizni mazza qilib o'ynashingiz mumkin. Mana shu modlar yoqayotgan bo'lsa kanalga obuna bo'lib like bosib qo'yishni unutmang. Unda biz keyingi modga, oxirgi modga ketdik. Mana biz keyingi modga ham yetib keldik dostlar. Keyingi modim. Xo'p dostlar, mana bu mashina modi dostlar. Bu shahar modini o'tirib olsangiz mazza qilib haydashangiz bo'ladi dostlar. Hozir qo'yib ko'rsataman. Mana dostlar, ko'rishingizdek elektromobile. Mana dostlar, mashina mod unchalik ham yaxshi emas ekan lekin. Jo'ng ham ketadi. Ikkinchisini joylikchi. Ikkinchisi normalniy raketa. Звук olgan mashina. Sizlarga eshitilmayotgan bo'lishi mumkin, menga eshitilyapti lekin. Xo'p do'stlar. Bugungi modlarimiz shunday iborat edi do'stlar. Mana shu modlar sizlarga kerak bo'lsa Telegram kanalimga o'tishingiz mumkin.
Telegram kanalimga o'tishingiz mumkin. Shu bilan video tugadi do'stlar. Xayr, tugadi.